Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Ha deb uy-joy ko'rsataverasizmi? Bir katta bog'lar ham ko'rsating, bir bog'bonlik qilaylik. Mana bunaqangi bu toza havoni qaranglar. To'y hidlagan saring nafasing hali o'pkang to'ymaydi deydi-yu. Mana shunaqangi joyda turibmiz. Ha deb uy-joy ko'rsatolmay, bog'dorchilik joylarni ham ko'rsating deganlarga mana sizlar uchun voy gektar-ku bu yer. Nima deyapti? Mana xohlasalaring yangi nihot ko'chatlari bor. Mana yerlarida dehqonchilik qilishga tayyor. Mana aka yuravering oldinda. Yuz-yuzda olmaymiz mana. Egalari bilan mana birgalikda to'liq obzorni mana YouTube'da qilyapmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, Aziz akamiz o'zi bu joylar sotiladigan emas. Chunki akamiz o'zlari ham davlatdan 50 yilga shartnoma asosida olingan, ijaraga olingan yerlar bu yer. Endi akamiz shuncha katta joylarda ozgina qiynalib qolishyapti ekan. Ikkilamchi ijaraga beradigan bir hamkor qidirishyapti o'zlariga. Ya'ni sherik qidirishyapti. Ya'ni o'zi bog'ning kattaligi necha gektar aka? 920 aka. 9 gektar. Voy, bu 9 gektar ekan. Umumiy kattalik mana xohlasalarning o'sha aytganimizdek mana bunaqangi nihollari bor, xohlasalarning mana bo'sh yerlari bor, mana dehqonchilik qilib shug'ullanishyapti. Mana xohlasalaring mana bunaqangi yangi mevaga kirgan million daromad berib turadigan mana bunaqangi o'rikzorlarli tomoni. Qaysi tomonidan deysa, sotaverasiz. Beraveramiz aka. Xo'p. Siz o'zingiz ham necha yilga olgansiz ushbu nimalarni? Aka buni 50 yilga olganmiz. Aha. Yarimi o'tdi. Aha. Yarimi 25 yil. Aha. Yarimi bor. Ha. Ya'ni olgan insonlar ham aka mana shunday tarzda sizga o'xshab nima qilishsa bo'laveradi. Mana e'tibor beringlar, mana dolchalar nima deydi? Bizning tilda g'o'ralar pishib yotibdi. Mazza. Bittadan like-ni bosib keting hurmatli obunachilar. Sizlarga mana shu Mana bitlarni bering aka. Eng yaxshi tomonini aytaymi? Bunaqa joyda olsam men transportni nima texnikasiga qiynalaman deganlar, mana texnikasi bor joydan. Mana traktor deysizlarmi? Bu yashilamzor, ko'kalamzorda qaranglar. Aka bu sir bo'lmasa, xolasa mana shu suxon o'rikmi? Qanaqa Suxon o'rik aka. Hammasi suxon. 2 gektari suxon mana mevada. Aha. G'o'ralarni ko'rsating. Mana ko'rishinglar mumkin. G'o'ralari ham shig'il g'o'ralari bor. Mana metlarga makka. Xohlasa mana shu tomondan desa, xohlagan kimga qag'im ma'qul kelsa, narxi kelib bog'ni ko'rishsa gaplashinaveradimi? Aha. Bu yer sotiq emas, gektari pul aka. Gektari. Gektari pul. Rahmat sizga. Mana ularni ham olib qo'ying. Mana ko'rishinglar mumkin. Bog'dagi mana mevalar. Mana bog'bonlik qilaman. Shahar shovqinidan zerikkan obunachilarim, qanisizlar, toza havoda maza qilib bir dacha qilib, ozmini unaqa dehqonchiliklar qilib, chorva qilib, bir do'stlar kelganda bahridil ochiladigan bir joy qilib, bir sanatoriya qilib yuboraman demaysizlarmi kerak bo'lsa, o'zlaringiz yashash uchun mana bunaqangi yoki bog'bonlik yoki chorva qilaman desangiz bir qismida ham zo'r imkon. Mana bunaqangi joyga yerlariga ekin eksangiz tayyor sizga chiqib beradi. Mana xohlasalaring mana bu joylarda uylari bor ekan. Binolari ham bor. Qaysi tomonidan deysa beraman deyishyapti akalarimiz. Xohlasa uyi bor tomoni, xohlasa o'sha ko'rsatganimiz, yuqorida ko'rsatganimiz quruq yer tomoni, xohlasa yangi nihol tomoni. Qaysi tomonini bo'lsa beraveraman deyishyapti. Mana xohlasalaring mana bu joyda mana ko'rishinglar mumkin. Og'illari ham bor ekan hurmatli kuzatuvchilar. Umuman yem hashaydan muammo bo'lmaydi. Dehqonchilik qilaman, bir chorvachilik qilaman deganlar, mana sizlarga zo'r imkoniyat. Narxi qancha aka taxminan? Narxi aka mevali taraflar, mana shu mevasi bor, no'g'let bo'lsa sal nimaroq. Ochiq maydondan olsa arzonroq aka. Ijara shartnoma qasdi beraveraman. Bo'laveradi. Ikkilamchi ijaraga beriladi. Akam yana qayta aytamiz, akamizni o'zlari ham davlatimizdan ijaraga olingan, ya'ni bog'dorchilikka olingan. O'zlari ham mana qiynalganliklari sababli
ma'lum bir qismini Ha. ijaraga berishadi. Akamizni raqamlarini pastda qoldirdik. Telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Ushbu videomiz YouTube'da to'liq ma'lumot bor edi. Shuncha mehnatimizga bittadan like bosishdi va kommentariyalarda yashang uka, gazini bosing deb qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Hammalaringga kattakon rahmat. Manzilimiz qayer aka? Farg'ona viloyati Rishton tumani. Aha. Zodiyon qurdi shuni tepasida aka. Yana ham nima qilib Buloqchi nasos Oqmozordan kelib, Oqmozor qabristonini oldidan chiqib chiqqanda borganda Zodiyon quvur keladi. o'sha Zodiyon quvur Quvur deyilar ekan. Bu tepasida. yerda hamma yaxshi biladi. Akamizga aloqaga chiqsalaring yana ham to'liqroq Ularni ham yurgizib nimalarni qo'yaymi aka? berishadi. Suvlarni ham. suvlarni ham ko'rsatib bersak zo'r bo'lardi. Ko'rishinglar mana mumkin, mana o'zlari uchun chiqarilgan xususiy drenajlar ham bor ekan. Suvdan umuman muammo yo'q deyapti. Ya'ni o'zlari mana shu drenajda tadbirkorlar chaqirib, drenaj kazlatib, suvlarni tortib qo'yishgan ekan. Podstansiyalargacha bor mana. Podstansiyalarigacha bor, mana ko'rsatib beramiz. Podstansiyalari ham bor, hurmatli kuzatuvchilar. Agar bu joyda akamiz bilan kelishib olsangiz, ikkovlaring bilasizlar, suvdan umuman muammo Boshqa bo'lmaydi. hech kim yo'q. Tamam.